Yem Zaten havada hamak sazın mı da var? görsen Sazı arzan desem aytarım benim. Sazın mı? vardı. Tuğanlar biz oş uçkundabız. Күндөрдөн 15 жыйын 2025 tuğanlar bu kadar çaldırıp berебiz. Azыр şu bağ bolgon eken 200 so'm qo'yib tuğanlar. Buna şu bağ oltabı. Ola. Qaysi 200 so'm jetpey qoldi? Qancha so'radingiz? 80'ge 79'ga 200 so'm so'radim. İyi Allah. 79'un 800 so'radingiz. 200 so'm qo'shdi o'tabı. İyi Allah. Aka 200'dan tirishmay bergil aka. Barakani qalq qilasiz. Vermem mi? Startmayda koyuyor ha. Qatılıb alыңыздар aka. O bozorda urulup var ol aka. Orada 5. Hoca atağın mayda aksakalada mengen boldu dep koydurup oyna. Koydurup oynasın mayda. Koydurup oyna kursasın tur 79. Hoca tur 79 ming. Bakmadı da. Ulu olmay ala 79. Kete dağılısına 5 rahmatlar. Bering aka tur kelsin. Şir bering. Nak bunu resepte o. Vardı. Sazım. Maşallah. Bakmadı ver şunu jak suradım. Bering aka. Tur kelsa bering. Tur kelsa o'zingiz bilasiz. Bakmadı da. 80 dedim ben önce mizam senden suradım aksakal atağına surayım dedim de boptu da adam. Barakan aytım Varamam bayraş. Ya Allah. 80 degen ekan o'zi. Biroq 1000 so'm tushib bermasa menimcha uyat tuğanlar. Kommentariga qo'yib fikrini qoldirmoqda tuğanlar. Yere. Ova, ben alışkat gidelim, alışkat gidelim. Ova. Ova, giyin arzana satışıyoruz da, sazım. 79. Ya Allah. Biroq qaytganda 1000 so'm qo'yib berdingiz aka. Ya Allah. 79. Shunday qildingiz aka. 79'a ketdi. Ketdi. Biroq shunday deng aka. Men bu yerda yuribim jalib ketayin deb qoldim. Mana tuğanlar 79 mingga ketdi. Arzon qimmat qo'yib ketdi qaltirg'lar. Aytamaslar bostırib tuğanlar. Qaysi satuvda var? Aqchali ko'rindi. Sizlar ko'rinmay turasizlar. Qanchaga ketdi? 84 ming so'm. Qaysi kanal? Qanotbekov aka. Ko'rib turasizmi? Xatarliklar qatallar. Aytamaslar bostlar. Mana tuğanlar. Real bu. Ya Allah. Neftardan nefer voltatlı görmeyin mi? Krasavç, kukalarda qanchada otasın? 105'te. Ha? 105'te. 105 ming so'mdan. Buni oldi. Bozor qancha so'radi? Bozor qancha so'radi? 15'te. Berib edingmi? Ha canım. Şef qanchada otasiz? Şef, qanchada otasiz? Ha? 210. Bozor qancha so'radi? 100 manat bo'ldi. 105 ming tegdi. Qaysi satdi? Ya, görmey oldimmi? Qanchada otasi o? 235'ten keldi. Bozor qancha so'radi? Bozor. Bozor qancha? Nargi marka. Aytma. Qanchada otasiz? 150. Bozor qancha so'radi? 45. Bermedingizmi? Ben hep çıkamadım telefonda. O. Vermem de sen niye verem mi? Ya Allah. Şimdi koysa verem de. Ya Allah.
Qanchada otasizlar? 106. Bozor qancha so'radi? 148. Qanchaga pishat bu? Pishishi qancha bo'ladi примерно? 150. 150 ta kerak, a? Bunlar yaman pul gerek ekan. Ya Allah. Bak yine tarazıda başka cüssomdu der. Razana berib qo'ydi qo'yjusin. Oşo izlaşım verdin. Assalomu alaykum. Qaysi qanchaga ketdi? Ko'rgazib qo'ying, besinglar. Boshqalari chetga qatishtirgan. O, 150. Mana o. 143 ga ketdi. Buna 143 ming so'm. 51 ming so'm men, 151 ming so'm. 151 ming so'm. Oo, ne oldu? Ana. Bu 143 ming. Qaysi bu? 150 ming. 150 ming. Ha. Oo, ne oldu? 135 ming. Qaysi? Bunu alırsın buna. Buna mı? Buna. 135 ming. 135 ming so'm. Ha. Yanındaki 120 ming. 120 ming bo'lib turishlar. 150 ming. Buna 150 ming. 70 ming so'm. 30 litresi var dedi lan. 30 litresi var dese. Sen boşuna açın dedi. Yok. 30 litresi var deyip sattı bilmeyeyim. Ya Allah. Buna. Satqanға da barakası versin. Tamaşanı kızıttı bir yana. Maşallah. Oğlum sarı 118. Qaysi? Taqol sarı va. O, ne va? Na. 118 ha? Maşallah tuğanlar. Şu 118 ming ko'rib. Qaysinisi? Narxi nima buna? Mera qimni chetdagisi mi? 114 ta deydi. Buna tuğanlar. Narxicha? Realsi bozorning nimalarini aytib berdi tuğanlar. Allah razı olsun. Elga kerakli narsalarni aytib berdi tuğanlar. Maşallah qaysi ketdi aka? Qaysi sharimda? 45 yarım ben buna ekte kaç kanka. Buna 145 ming ketdi. 5 yarım. 145 ming so'm. 145 ming 500 so'm. 245 ming 500 so'm. Bakın bir de ekan to'g'ri. Elestetga ökü 2 ushunday bosh 145 ming 500 so'mdan ketdi. Bardan bu qo'yib ketdi qoldi. Qandoq bu? Narxdan taqdi, mana ko'rgazib qo'ygan to'g'ri. Shuncha bo'lib qoldi, ko'rgazib qo'yganlar. Ko'r. Qo'ldan kelishincha realda bo'lgan bolalar Hayvani bulasın dostum be. 500 so'm berdi, bol bereket. Bak. Oyunu degen. Qancha? 23 diye bakar. Bayan yan deyim o. 25. Ha? Gel sat. Ne oldu? Ağır sattı da yaşına geldi. İnternette sattın mı? Yok bu içeride. Pişti o qaysi baraka oldu? İyi oldu. 3 oldu. Qaysi? 123 ming oldu berib edi. Buna tuğanlar. Jalpısınamiz bo'lgan kelishini chaqirdi. Xatoliklar xato bo'lib aytmasanlar maslahat bo'ladi. Boringizlarga iyilik.